TikTokda, Instagramdan mana shunaqa pul topishlar mumkin. Bizani kuzatib boradigan ko'pchilik meni taniydi. Ismim Madina, Tilnurani adminkasi va dugonasi edim. Qanaqa makiyajsiz hozir uxlab turganman va ishib ketgan yuzlarimni. Xullas, men o'z kursimga start berdim. Men oldindan kurs ochganman. Meni taniganlar biladi. Ko'pchilik kuratorlar bor, sizlar pul berasizlar kurs o'rganish uchun va sizlarni pulinglarni pul chiqaradi-da. Men shuncha pul topdim deydi, lekin men o'z bilimimga 100% kafolat beraman. Sertifikatlarimga qo'shim mumkin. Men oddiy kurator emasman. Men xalqaro miqyosda sertifikatlarga ega bo'lgan kuratorman. Sertifikat va diplomlarimni qo'shim mumkin. Qizil diplom egasiman. Siz YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, umuman olgan barcha ijtimoiy tarmoqlarda просто like bosib, kommentariy yozib yoki o'sha videoni ko'rganingiz hisobiga shunaqa pullarni ishlasiz bo'ladi. Bu haqiqiy pul, mana ko'rasizlar. $1,500 pul bor. Qolgani onamda turadi. Umuman masalan o'xshab sizlar 80 million 100 million topasa bilmayman, bu nerealniy narsa. Lekin bir oyda yaxshi ishlab $500 $1,500 topsanglar bo'ladi. Men o'zim yuzimni qo'yganman, mashinniklar o'zim yuzimni qo'ymaydi. Birinchidan, ikkinchidan men nomerimgacha qo'yganman va oldindan men videolarimni qo'yganman, ko'rgansizlar. Hozir mana tabiiy holatda uyda o'tirib, mana oddiy sharoitda yashayman. Bundan tashqari men boshqalarga o'xshab sizlarga lichka berib yoki boshqa qilib o'tirmayman. Men jonli efirda hammani ko'z oldida o'rgataman. YouTube'dan, TikTok'dan, Instagram'dan mana shunaqa pul topishlar mumkin. Men vazifalarni bajarasizlar, bo'ldi pul topasizlar. O'zingizlarni ko'rsatishinglar, bloger bo'lishinglar yoki bir kimlardan bir reklama olishinglar, klient qidirishinglar shart emas. Klientlar tayyor bo'ladi, anonim bo'ladi, kimligingizni ham bilmaydi kichik. Antiseksiyadan pul ishlashingiz mumkin. Sizlarga ham o'rgataman. Kommentariyaga ko'p so'z yozinglar va men sizlarga ma'lumot tashib beraman.